O'zbekdan mehmondo'st xalq bormi dunyoda? Voy, bir xona uyi bo'lsa, o'shani ham quplab qo'yib balkonda o'tiradigan xalq o'zbekda. Chiroyli qilib bezatadi, quplab qo'yib bola chaqasi bilan balkonda o'tiradi. Eng chiroyli uyini mehmon uchun quradigan xalq o'zbekda, to'g'rimi? Sizlarkida ham shunaqami? Eng chiroyli xona mehmonxonami? Biznikida ham shunaqa. Rostdan eng chiroyli mebellar o'sha yerda. Eng chiroyli gilamlar o'sha yerda, eng chiroyli pardalar o'sha yerda. Eng chiroyli idishlar, hali bagimalar, haligi kitayskiy bir narsa idishlar bor-ku, o'zim olib kelganman. Lekin o'zimiz ishlatmaymiz. Sindirib qo'yamizda, 41 ga kirgan bo'lsa-da. Bizga mumkin emas. O'zimizga beminnatgina paxta gullik. Sinsa ham jalqa emas. Uyimizdagi yakka-yagona lustra mehmonxonada-da. Lekin xotin eshikni quplab kalta olib qo'ygan, o'zim ham kira olmayman-da, ishoningda. Har zamonda u yoq o'tganda eshik derazasidan qarab o'zim havosim keladi. Zo'r uyimiz bor deb qo'yaman. Hali kalit teshigidan mandarinlar hidi chiqib turadi. Men mehmon kelsa kiraman-da, shu yerga o'zim ham tushunasizmi? Mehmonlar bilan kiraman. Kelinglar, xush kelibsizlar. Mehmonlar marhamat. O'zim qilganman remotlarni. Qani o'tdi duo qilib. Bu birovning uyiga kirib qolganga o'xshaysiz-a? Agar eshik ochiq qolib ketib, bolalar kirib qolsa bormi? Onasiga tushuntirish xati yozadi. Men Anvarbekov Abdulloh Avazbek o'g'li mehmonxona eshigi ochiqligidan foydalanib kirdim va bir dona shikolat o'g'irlab yedim. Qilgan ishimdan afsusdaman, kelajakda bunday holatlar qaytarilmaydi. Maktabga bormagan bola po'pisam qo'yib qo'yibdi-da. Voy, nima uchun ayollar mehmonxonani quplab qo'yadi bilasizlarmi? Ular pistabodam saqlaydi edi. Hali chaqa-chuqa bor-ku, u qimmatda-ku. Kilosi 300 ming bo'lib ketdi, opalar. Ha, pistabodam bilasizlar-a, u hammaning uyida bor. Lekin u kundalik iste'mol qilinadigan mahsulot emas. U mehmon kelganda qo'yiladi, mehmon ketishi bilan siraz olib qo'yiladi, shunaqa narsa u. Manaman degan millionernikida ham shunaqa. Ayollarimiz mehmonni kuzatayotganda bor-ku, xavotirda turadi-da. Mayli. Yaxshi boring, qudingizga salom ayting, yana kelinglar, xo'p. Mayli, xayol bu yoqda. Ana pistabodam bolalar bilan qolib ketdi-da ichkarida. Bolalar ham biladi, mana shu moment borda yeb qolish uchun, mana shu moment. Xo'p, yana keling, xo'p, mayli, yaxshi boringlar, xo'p, o'tirib, yaxshi to'g'ri, xo'p. To'xta! Ha, bo'laymi qolgan. Bu tariqa deyman. Voy xudoga shukr, voy yaxshi chaqib qo'yishmabdi, voy xudoga shukr. Voy, vaqtida kelibman. O'tara, o'ynama bor. Chiq. Chiq bor. Shikobga solib quplab, yana mehmonxona quplab qo'yishadi-da. Nima uchun ayollarimiz o'ylaydiki, mehmon kelganda dasturxon ustida pista odamlar tursa, eri boy ekan, topish yaxshi ekan. Biz o'ylab qiladi shu ayollarimiz. Rahmat, biz o'ylaganlar uchun rahmat, salomat bo'linglar iloyim. Biz uchun qilasizlar-da shu, to'g'rimi? Biz obro'yimiz uchun qilasizlar, rahmat. Lekin er chaqib qo'ysa shundan. Hali mehmon bilan o'tirganda qo'lingiz ketib qoladi-yu. Ikki dona chaqib qo'ysangiz, xotin ko'rib qoladi, tashqarida. Eram bechora qo'lda pista bilan
Yana mehmon ketgandan keyin jo'rab qolishadi-yu. Rosa nafsiz yomon ey dadasi. Shu to'rtta tarafga turib tursa, mehmon kelganda obro' bo'lib turibdi. Ya mehmonchi nazorat to'qagan qo'l uzatmayapti. Sizni qo'lingiz tinmaydi ya tavba qildim dadasi. Ram chaqdi, chaqa. Pista ko'rmaganmisiz? Ko'rganman, chaq ko'rmagan ekanman. Mana xotinlar bekorga kulmayapti. Bular hammasi shunaqada. Bular mana xotinlar hammasi shunaqada. Men o'zimning xotinim ham shunaqa. Bir kun pista odamlarni olib chiqib quyoshga yoyib qo'yibdi. Ha, desam qurt yeb qo'yibdi deydi. Yo'q edi, bunda qarasam ikkita pista agorodga qarab ketyapti. Men aytdim, battar bo'l dedim. Shu eringga, bolangga yedirmagan qurt yedirdingmi dedim. Yangisini olib berasiz dedi. Qurtgami? Mana kechirasizlar, onajonlar, opajonlar, 2 yil turganligi qurt yedi-da uni. U yana 1 yil turganda qurt ham yemasdi uni. U yana 1 yil turganda qurt ham bundoq kelar uni. Da hidayat turib, yo'q, deb qaytib ketadi. Alloh qolsin. Ala bunaqa o'ziga ilinmaganini mehmonga ilinadigan, mehmonni o'zidan aziz biladigan bunaqangi buyuk xalqni qayerdan topasiz?